Boshda allergiyadan yaxshi natija oldim. Keyin menda xronический kasalliklar bor edi, bronxit bor edi, xronический angina kasalligim bor edi. Sheyna osteoxondroz bor edi. Sheyna osteoxondrozga ham hisoblab qarasam 10 yildan oshgan ekan. Sheyna osteoxondroz imенно yurakka sanchiq berishni boshlagan ekan, boshim og'ritish boshlagan ekan. Bundan tashqari oshqozonim уже kasal og'rishni boshlagan edi. Bundan tashqari zreniy juda ham tushib ketgan edi. Ko'p yillardan beri shofir bo'lganim uchun, ko'p kechasi yurganim uchun zreniy ham umuman tushib ketgan ekan. Undan juda ham yaxshi natija oldim. Undan tashqari tashqi zo'pim bor edi. Undan ham juda ham yaxshi natija oldim. Hisoblab ko'rsam, o'zim har bir kasalni hisoblab chiqadigan bo'lsam, 7 xil kasallikdan juda ham yaxshi natija olgan ekanman. Assalomu alaykum. Mana biz jamoamiz bilan sizdan natijalar haqida bilgani keldik. Beverly Believer kompaniyasi mahsulotlaridan ichayotgan ekansiz. O'zingizni tanishtirib, qaysi kasal uchun ichib va qanaqa natijalar olganingizni aytib bersangiz, iltimos. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Men ismim Gulzoda, familiyam Tirshabayeva. O'zim Qirg'izistondan bo'laman, O'sh oblasti Ravon rayonidan bo'laman. Beverly Believer kompaniyasini mahsulotlarini ichishimdan maqsad menda allergiya bo'lgan. 25 yildan beri mashinada yurganim uchun, постоянно mashinada bizda bilasizlar, klimat issiq bo'ladi. Postoyanno konditsioner yoqib yurganim uchun sovuqdan allergiyaga uchraganman. Xaladaboy allergiya deyiladi. Shu allergiya ham 12 yil bo'lgan ekan. Men e'tibor bermasdan, yaxshi qaramasdan yurganman. 12 yil ichida astmaga aylangan. Shu bahona jiyanim bu mahsulotlar menga tavsiya qildi. Beverly Believer kompaniyasi mahsulotlarini. Menga yaqin tomoni bu mahsulotlar Yaponiyada joylashgan Shiseido Seiki degan farmazavod mahsulotlarligi menga juda ham ma'qul kelgan. Shularni tekshirib, полностью internetda o'rganib chiqib turib, ichishda o'zimga qaror qildim va boshladim ichishda. Birinchi Magic Pack degan mahsulot sotib oldim. Bunda kalsiy bilan koenzim degan mahsulot birga kelar ekan. Va bu Magic Packga Root Life degan mahsulotni qo'shib ichdim. Sababi allergiya davosi vrachlarga ko'ringanda faqat bitta immuniteti kuchli bo'lgan insonni organizmi o'zi yengib chiqadi allergiyan degani uchun Root Life degan mahsulotni qo'shib ichdim. Qanaqa dozировkada ichishdan boshladingiz? Birinchi kalsiydan boshladim. Kalsiyda birinchi 10 kun bittadan ichdim. Keyin ikkitadan bir kunda 2 mahalga o'tdim. Undan keyin koenzimni qo'shdim. Undan keyin 2 haftadan keyin Root Life qo'shib ichishni boshladim. Va bir oy ichida allergiyamdan batamom yaxshi natija, zo'r natija oldim. Batamom qutuldim desam ham bo'laveradi. Menga yoqqan tomonda bu mahsulotlarni ichganingizda nafaqat bitta kasalligingiz, tanangizda nechta kasal bo'lsa, hammasini shifo berib ochib ketgan tomoni menga juda ham ma'qul tushdi. Sababi nafaqat allergiyadan qutuldim. Menda kista ham bor edi. Kisti молочная железа deyiladi. Ayollarda kasalligi bo'ladi. Ana shu kistalarimni 2019-yili Sankt-Peterburg shahriga borganda oldirib kelgandim. Lekin 1 yildan keyin yana to'planish boshlagandi. Shu mahsulotlarni ichishni boshlaganimda o'zim ham sezmay qoldim. Allergiyam bilan birgalikda kistalarim ham so'rilib ketganini. Shu tomonlari menga juda ham ma'qul keldi. Bundan boshqa yana mahsulotlardan qo'shib ichdingizmi? Albatta. Keyin har bir mahsulotni juda ham qiziqib ketdim. Bu mahsulotlarga har bir mahsulotni qiziqib o'rganib chiqishni boshladim. Bu Root Life'ga super omega qo'shib ichishni boshladim. Bundan tashqari yurganimda oyoqlarimda bilardim, o'zim sezardim. Oyoqlarimda, suylarimda muammolar kelib chiqishni boshlagandi. Chunki har yurganda qarsilagan ovoz chiqardi. Shuning uchun shu nimaga Forbiuty qo'shib ichishni boshladim. Chunki Forbiuty o'rganib chiqsam, aynan suyak kasalliklariga, bo'g'im kasallariga juda ham yaxshi davo berar ekan. Shu mahsulotlarni hammasini qo'shib ichishni boshladim. Hozirgi kunda ham ichib turaman. Sababi o'zimga maqsad qo'yganman. O'zim har doim, har yili bir martadan bo'lsa ham mahsulotlarni olib, kasal bo'lmasligi uchun olib ichib yuribman. Bir korobka mahsulot shunda sizga qancha vaqtga yetdi? Birinchi boshda ichganimda bir korobka mahsulotimiz Magic Pack menga lechebniy dozda ichganim uchun 4 oyga yetdi. Mahsulotlar bir korobka Magic Pack oldim, bir korobka Root Life oldim. Undan keyin mahsulotlarni o'rganib chiqib ma'qul kelgani uchun omega qo'shib ichishni boshladim, Forbiuty qo'shib ichishni boshladim. Qancha vaqtdan beri iste'mol qilyapsiz mahsulotlarni? Hozir 2 yildan beri iste'mol qilyapman. Boshida birinchi ichganimda 1 yilda juda ham zo'r natijalar oldim, lekin men mahsulotni ichgandan keyin yana kasalim, allergiyam qaytib qo'zg'almasmikin degan nimada, to'g'risini aytsam, qishda ichishni boshlagan bo'lsam, chunki allergiyam qishda sovuqdan bo'lgani uchun qishda qo'zishni boshlagan, astmaga aylanib ketgan.
keyingi yilda qishni kelishini kutib turdim. Yana qish kelib, yana sovuq kelib qayta qo'zg'aladimi, yo'qmi, shuni kutib turdim. Keyin boshqa qaytalmagani uchun, o'zim yaxshi his qilganim uchun, keyin dugonalarimga, qarindoshlarimga, tanishlarimga tavsiya qilishni boshladim. Mahsulot ichayotgan paytingizda qanaqadir nojo'ya ta'sir, misol uchun обострение, ya'ni qo'zg'ash holatlari bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Shu narsani menga jiyanim juda ham yaxshi tushuntirgani uchun, haqiqatan ham ichishni boshlaganimda menda обострение boshlangan. Har bir kasalligimni bitta-bittadan qo'zib o'tgan. Har bir kasallikni bitta-bittadan qo'zib o'tgan. Hattoki men hali bilmagan, men hali xabarim bo'lmagan kasalliklarim ichimdan chiqib qo'zishni boshlagan обострение bilan. Lekin keyin u har bir kasallik bir обострение bo'lib o'tib ketar ekan, shunaqa davr bo'lar ekan. Unga sabr qilib ichish kerak ekan. Hozirgi kunda mahsulot iste'mol qilmayapsiz. Hozirgi kunda iste'mol qilaman. O'zimga maqsad qilib qo'yganman. Bir yilda bir marta albatta bir marta emas, ya'ni bir kurs olib ichyapman. Profilaktika dozasida ichyapman. Shuning uchun menga уже bir korobka mahsulot 6 oyga yetyapti. Ichayotgan paytingizda sizga mana orada uzilish bo'ldi-da, mahsulotni orada to'xtatdingiz. Bir mahsulotga o'rganib qolish, ichgis kelish, tortish, shunaqa holatlar bo'ldimi? Yo'q, umuman bo'lgan yo'q. Naborot men o'rganib qolish uchun emas, faqat kasallikni oldini olish uchun ichar ekan. Mana Yevropa xalqi kasal bo'lmasligi uchun, kasallikni oldini olish uchun ichar ekan. Shuni bilib nima qilganim uchun o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Hattoki bolalarimga ham kasallikni oldini olish uchun ichyapmiz biz mahsulotlarni. Rahmat katta, minnatdorchilik va xayrlash. Albatta juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu mahsulotlarni aynan bizni Qirg'izistonga kirishiga sababchi bo'lgan o'zimni jiyanim bo'ladi, Dildora Kamilova ustozimiz bo'ladi. Katta minnatdorchilik bildirmoqchiman va albatta shu mahsulotlarni aynan bizning yurtimizga, Srednye Aziyaga olib kelgani uchun shu Belivir kompaniyasining prezidenti Nikolaevga ham juda ham katta minnatdorchilik bildiraman.